Hüccetni şekil kirgizish. Biz bir hüccet yoki yozmani yozgandan keyin uni cho'qim boshqalar ko'radi, boshqalar foydalanadi yoki ishlatadi. Shunga tayyorlagan hüccetimizni boshqalar oson ko'ra oladigan, oson ishlata oladigan, ya'ni qulayli holatda tayyorlashimiz kerak. Yana bu mazmundan tashqari shaklni o'z ichiga oladi. Yani yazıp bo'lgan hujjatni ma'lum bir o'lchamlik shakl kirgizishni ko'rsatadi. Odatda ishxona, idora organ yoki shirkatlarda ishlatiladigan hujjatlar har xil shakldagi hujjatlarni ko'rsatadi. Yani o iltimos bo'lishi, uqtirish bo'lishi mumkin yoki plan, qo'llanma, doklad, xulosa, hamchot, kitap, xabar yoki maqola, tashviqot varaqi, taklifnoma, ko'rsatma belgilar deganga o'xshash. U har qanday bir shakldagi yozma bo'lishi mumkin. Hamda biz bularni shularning o'zininki xoslig'i bo'yicha tayyorlashimiz kerak. Masalan, tashviqot varaqi degandek narsalar bir betda ko'zga aniq ko'rinadigan cho'ng holatda bo'lsa bo'ldi. Hamda iltimos, uqtirish deganga o'xshash narsalarmi odatda ko'pincha bir bet atrofida bo'ldi. Bundaq narsalarni o'zininki o'lchamlik bir qurilmasi bo'yicha tayyorlashimiz kerak. Ondan cho'nroq hajmdagi maqola, qo'llanma, paylaşım materyali degandek narsalarni bir kitob yoki qo'llanma shakliga kirgizib, ondan tayyorlashimiz kerak. Bundaq bo'lganda buni oson ishlatgan bo'ldi. Paylanuvchilarmi oson paylana oladi. Endi bir betlik hujjatlar, masalan, iltimos, uqtirish degandek hujjatlarni tayyorlagan vaqtimizda qurilmasi odatda bu rasmda ko'rsatilgandek bo'ldi. Yani bundaq materiallar mavzu, asosiy mazmun, ondan yozuvchining ismi, yilnoma qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oldi. Mavzu odatda o'ttirg'i to'g'rinib ustiga bir qadar cho'ngroq xat nusxasida yoziladi. Yani tom ko'rinadigan qilib bu asosiy mazmunning tekstidan farq qilindi. Uningdan keyin asosiy mazmun normal xat nusxasida qurning ikki tarafi to'ldirilib tayyorlandi. Uningdan keyin oxirida buni yozuvchining ismi yoki o'rinning ismi, ya'ni o'rin nomidan yozilgan materiallar bo'lsa, ya'ni hujjatlar. Buniki o'rin ismi yoziladi, bu sol tarafga tartiblar yoziladi. Ba'zida o'rin ismi o'tirib to'g'rinib yozilgan ishlar bor. Ondan oxirga yilnom yoziladi. Ba'zi hujjatlarga tamg'a besilishi mumkin. Buniki tamg'a odatda yilnomining ustiga yoki ismning ustiga qo'shib tamg'a besiladi. Bu bir betlik hujjatlarning qurilmasi. Endi ko'p betlik hujjatlarning qurilmasiga kelsak, buningki qurilmasi odatda bir-biridan farq qiladi. Masalan, bu kitob yoki jurnal bo'lishi mumkin. Buning o'zininki xos qurilmasi bo'ldi. Masalan, kitobningki muqovasi, title beti, kirish so'z, nashr uchuri beti, mundarija, asosiy mazmun, oxirida qo'shimchasi deganga o'xshash. Yani ba'zi kitoblarningki rangli qistirma betlari bo'lishi mumkin. Hamda jurnalning muqova, mundarija, asosiy mazmun qatorliq mushkil shaklda bo'ldi. Hamda ishxonalarda ishlatilgan ko'p betlik materiallarning umumlashgan ba'zi ko'proq ishlatiladigan hujjat qurilmasi bor bo'ldi. Men tuanda shu ishxonalarda ko'proq ishlatiladigan hujjat qurilmasi, ya'ni qo'llanma xarakterli hujjatlarningki qurilmasi to'g'risida ozroq tushuncha bermoqchi. Biz ishxonalarda material tayyorlagan vaqtimizda agar buning bas soni ko'proq bo'lsa, buningki cho'qim mundarija kirgizamiz. Mundarija bo'lish uchun cho'qim buning ichida tarmoq, bab yoki temalarmi bir qadar ko'p bo'lishi kerak. Bo'lmasa uniki mundarija bekitilib olmaydi. Buningdan sirt buningki cho'nroq materiallarga cho'qim muqova bekitish kerak. Muqovaning qurilmasi odatda
bu xil şekilde oldu. Aldı bilen üstüge mavzu yazımız. Mavzu bir kadar tomraq, çoğunraq xat nusxası oldu. Onundan keyin neşr. Bu yerdeki neşr numara nima deganda biz bir hujjatni tekrar o'zgartirishimiz mumkin. Yoki bir hujjatni bir qanchamiz hamkorlashib birga tuzishimiz mumkin. Men bir qatim yozgandan keyin yana bir taraf bir odam uni tahrirlaydi. Undan keyin yana bir odam ustidan kiradi. Bu vaqtda hujjatlar o'zgardi. Yoki men o'zim buni tekrar bir qancha qatim o'zgartib münasebetli kişilerge yollaşı mümkün. Bu vaqtda bu hujjat bir qancha nusxa bo'ldi. Yani men tekrar evatgan hujjatlarni kompyuterimga saqlasam, bunun qaysi yangi qaysi ko'ni uqolmayman. Şunu buni yangi nashr bilan ko'n nashrini farqlantirgili bo'g'dak holatda nashr nomini qo'yish kerak. Nashr nomini qo'ygan vaqtida buni birdan boshlab birinchi nashr, ikkinchi nashr deb qo'ysak bo'ladi yoki 0.1, 0.2 deb qo'ysak bo'ladi. Yoki bo'lmasa alfa nashri, beta nashri deganga o'xshash xohlagan nomda yoki bo'lmasa AEBP deganga o'xshash ilpa tartibi bo'yicha buni farqlantirib nashr nomini qo'ysak bo'ladi. Buni o'zimizga qulaylik, o'zimiz yoqtirgan bir xil shaklda ishlasak bo'ladi. Albatta ba'zi idora organ shirkatlarda buningki maxsus o'lcham bekitilgan bo'ldi. Nashr nomeri to'g'risida. Buni shu o'lcham bo'yicha qo'yamiz yoki o'lcham bekitilmagan bo'lsa, yuqori nashr bilan tuvan nashrni belgilab bo'g'dak holatdagi nashr nomeri qo'ysak bo'ldi. Undan keyin har qanday yozmaga cho'qim buning avtor yoki yozuvchininki ismi cho'qim yozilishi kerak. Bu navbatida buningki kimning yozganligi keyingi mas'uliyat surishtirishga ishlatildi. Yani bir hujjatda masal chiqsa, bu kim yozgan, qanday vaqt yozgan, bularni cho'qim belgili bo'lishi kerak. Shunga yozuvchining ismini hargiz qoldirib qo'yishga bo'lmaydi. Buni odatda muqovaga yozuvchining ismini yozsak bo'ladi. Navoda bir qancha odam birlashib yozgan bo'lsa, bularning muhammadinki ismini yozamiz. Undan keyin o'rin nomeri, palani shirkat yoki idora, ondan buning tarmoq o'rin, mandaq idoraning, mandaq boshqarma yoki bo'lim yoki shirkatninki palani bo'lim deganga o'xshash inchikroq holat yozamiz. Ondan eng asti qismiga buning yilnomasi yoziladi. Muqova odatda mushkil shaklda bo'ldi. Muqovaga resim ishlatishning alohida zarurati yo'q. Qo'llanma xarakterli hujjatlarningki. Faqat ishlatishga to'g'ri kelsa, shirkat yoki idoraninki logo, ya'ni to'g'ri resmi bo'lsa, oldin laylangan shularni muvofiq o'ringa, ustiga, parabulonga yoki o'tirg'a yoki hujjatninki o'tirg'a bir yerga muvofiq o'ringa qistalsak bo'ldi. Bu muqovaning shakli. Endi muqovadan keyin o'zgartish xotirasi yozish zo'r. Bir hujjatni faqat bir odam yozgan bo'lsa, uni qayta tahrirlash yoki yana bir odam ko'rgan, o'zgartgan ahvol bo'lmasa, buni yozmasa bo'ldi. Lekin ko'p odam tahrirlagan, bir qancha odam birlashib yozgan hujjatlar bo'lsa, buningki cho'qim o'zgartish xotirasi yozish zarur. Bu orqali biz bu hujjatninki qachon, kim tarafidan qaysi qismining o'zgartirilganligini uqalaymiz. O'zgartish xotirasiga odatda o'zgartirilgan vaqt, o'zgartirilgan mazmun va o'zgartuvchininki ismi yoziladi. Shu uch uchur o'zgartish xotirasiga yoziladi. Buni odatda bir jadval chizib stolga qilib shu yerga yozsak bo'ldi. Birinchi stonga vaqt, ikkinchi stonga o'zgartirilgan mazmun, ya'ni palani temininki mandaq qismi o'zgartirildi deganga o'xshash. Undan keyin oxiriga o'zgartuvchininki ismini yozsak bo'ldi. Bu o'zgartish xotirasi. Hamda o'zgartish xotirasidan keyin mundarija surishtiriladi. Mundarija orqali biz mazmunimizningki ichidan xolgan bir bo'lakni asal izlab topa olamiz, mana shuncha betda deb. Uningdan sirt bu mundarija faqat izlab tepishlam emas, bizningki navbatdagi hujjatimizning ichida qandaq mazmunlar bor ekanligini mundarijaga qarablam uquli bo'ldi.
Yani hüccetimizdeki umumi mezmunu, umumi kurulması mun derecede ayan buldu. Bununki muşunak alaylıkın başına adette 15'ten aşkan her kandak hüccetke mun derece olsak buluyordu. Elbette bununki mukava özgürlüğü hatırlarını mı bile koşmaz. Bu hüccetini şekil kürgüzdüğün bir kançı alaydı betle. Şimdi bular tamamlanıp boğandan keyin biz özümüzdeki hüccetininki asası mezmununu onun devamı yazsak bunu. Elbette bu asası mezmun bizim hüccetimizin ceni aldığın kısımları onunki şekil kurulması olsun mu keyinkileri mezmunun bu hüccetinin ceni şunu bu kısmı en yaxşı yazılış gerek. Bu kısmı yani öz növbetide kiriş söz, asası mezmunla, ahırda hulasa diyen okşaş bülekler gibi bulundu. Bu büleklerin ışıdı mı yani kiriş sözüden hulasadan başka otturdaki bülek yani asası bülek yani tarmak türler gibi bulunup düşünüşlük alette yazılısı bulundu. Zür tepilgan işiga resim, grafik, cedvel qatarlıq mezmunlarını kıstası bulundu. Bu köppetlik hüccetlerninki kurulma şekli. Hem de biz teyya bir kullanma şeklindeki hüccetni misal üçün görüp öteyli. Bu Bilken şirketininki tor bekitinin tüzüşüne ilgili yazılgan bir ihtiyaç kullanması. Bu kullanma qaraydigan bolsak aldı bilen bu kullanmanın ismi. Yani bu isme qarab biz bunun nima ekanligini aniq aniq bilalaymiz. Yani bir ihtiyaç kullanması ekan. Onundan keyin nashr numeri. Yani bu 01 tunji nashr ekan. Onundan keyin tüzgüchining ismi. Bu kullanmanı tüzgen yazgan adamning ismi. Onundan keyin şirketning ismi. Ahırda yılname muşu hüccetninki yazılgan vakti yani 2012 yılı 9. ayının 1. günü yazılgan. Bu mukavının kurulması. Şimdi onun dinkini ikinci bet özgertiş hatırısı. Bu yerde özgertiş hatırısıga vakti mezmunu özgertküçünün ismi qatarlıqla yazıldı. Her bir kıtım özgertilse bununkiga bir qurğa bunu yazıp meniş gerek. Bu yerdeki bir kıtım özgertiş degan gap navadi bir hüccette 4-5 yani bir yolu özgertken bolsak bunu 4-5 qurğa ayrım yazsak oldu. Çünkü biz bu arqılıq qaysi böleklerninki qayerning o'zgartirilganligini aniq bilalishimiz kerak. Onun hammini bir katak kirgizib qo'ysak, manchinislar o'zgartirildi deb. Konkret o'zgargan qismini uqolmay qolamiz. Shunga qancha tafsil yozsak shuncha yaxshi. Bu o'zgartish xotirasi. Undan keyin 3-chi bo'lib bu hujjatninki mundarijisi, ya'ni buning ichida qandaq mazmunlar bor. Bu yerga qarab biz qaysi mazmunning qanchinchi bet ekanligini bilalaymiz. Hem shu betga aniq yo'tkilib berib uni tepib ishlatalaymiz. Yoki bo'lmasa bu mundarijni ko'rganidan buningini qandaq mazmunlarning borligini bilalaydi. Ya'ni buning kirish so'z bor ekan, ummi talab bor ekan, ondan bekat o'ziga oladigan mazmunlar, qurilma talabi, boshqa tildagi nusxalari, bekat tuzishda paylanishga bo'lgan manbalar. Mushular Baken bu hüccetinin içinde. Ondan biket o'ziga oladigan mazmunlarning içinde xabar, mahsulot, mulozimat, aloqa, xizmat uchuri, shirkat uchuri qatorliq mazmunlar bor ekan. Bu darajada biz bunu bilalaymiz. Undan keyin ondan haqiqiy hüccetninki mazmuniga keldik. Bu yerda kirish so'z faqat bir abzaslam yozilibdi. Undan keyin umumiy talab. Undan keyin bekat o'ziga oladigan mazmunlar, ya'ni xabar, mahsulot, mulozimat deganga o'xshash. Unda mulozimatning ichida qaysi turlar bor? Aloqa, shirkat uchuri, setish nuqtalari, xizmat uchuri, biz kim deganga o'xshash. Undan keyin qurilma talabi. Bunikini masalan bir qism texnik gaplar yozibdi. Undan keyin boshqa tildagi nusxalari bekat tuzishda paylanishga bo'lgan
manbalar. Yani buningdan biz ko'p betlik bir hujjatning, yani qo'llanma shaklidagi hujjatning qurilmasini ko'ra olamiz. Yani oldi bilan muqova o'zgartish xotirasi mundarija, uningdan keyin hujjatningki tafsiliy mazmuni. Hujjatni shakl kirgizish to'g'risidagi mazmunlarimiz bu yerda oxirlashdi.